ham yaxshi. Men bu yoqqa kelganimdan faqat bilan aytaman. Birinchi o'rinda sog'liq, tarmoqli marketingda ishlash va davlat ishi bilan birga ishlash qiyinmi, osonmi? Yo'q, qiyin emas. Men 1,5 yilda 2ta mashina oldim. Bittasi chiqardim. Ikkinchi mashinamni oldim. Mana ustozim bilan ikkinchi mashinamni oldim. Bu albatta davlat ishida ishlasangiz mashina yo'q ololmaysiz. Bu men 1,5 yilda demak qo'shimcha daromad qildilar va bunga erishdilar. Desa bo'larkan, ha? Albatta. Samimiylik, ishonch bo'lishi kerak. O'zingiz qilishingiz, harakat qilishingiz. Men o'zim birinchi bo'lmam bo'ldi, tarmoqli biznesda ishlamayman deganim, lekin ustozim tufayli, sog'lig'im tufayli kelib qoldim. Komanda qilmayman deb keldim. O'z-o'zidan men komanda maoshlarini Gururlar yashnalardi butun respublikada tarmog'i bor hozir bular. Hammaga taklif qilaman.